bu o'yinchi rostdan ham Real Madridga o'tadigan bo'lsa, men uni juda ham hurmat qilishni boshlayman. Chunki bilasizmi nima? To'xtang, siz hali obuna bo'lmayapsiz. Bitta obuna bosib qo'ying, bu yerda Madrid haqida hamma narsa chiqadi. Tanishing, Harry Maguire 2020-21 mavsumdan boshlab memga aylanib dunyodagi eng ko'p ustidan kulingan himoyachi bo'lgan. Lekin u bunaqa holatda sinishni o'rniga odamlar nima deyishiga ahamiyat bermasdan, harakatni to'xtamasdan o'z darajasiga qaytib Manchester Unitedning Sergio Ramosiga aylandi. Nimaga bunaqa deyapman? Chunki jamoa yutqizayotgan paytida so'nggi daqiqalarda u gol urib Manchesterga g'alabalar olib keldi. Va qishda Real Madrid himoyachiga juda ham zor bo'lgani tufayli ular yaqinda erkin agent bo'ladigan angliyalik o'yinchini o'z jamoalariga qo'shib olmoqchi. Xo'sh, siz Madrid muxlisi bu o'yinchini Realda ko'rishni istaysizmi? Aytgancha bu ma'lumot chiqqaniga bir necha kun bo'ldi. Siz esa yangiliklardan qolib ketmaslik uchun Telegram kanalimizga kirib qo'ying.